Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Malayziyada Telegram bloklandi. Malayziyada sud Telegram messenjerining vaqtincha faoliyatini to'xtatish bo'yicha qaror chiqardi. Bunga ikki Telegram kanaliga oid da'vo sabab bo'lgan. Bu haqida Bernama nashri xabar berdi. Nashrga ko'ra, Malayziya aloqa va multimedia komissiyasi fuqarolik da'vosi bilan chiqqan. Regulyator idorasiga ko'ra, ushbu kanallarda davlat institutlariga bo'lgan ishonchni susaytirishi va jamoat tartibini xavf ostiga qo'yishi mumkin bo'lgan kontent tarqatilgan. Sud ushbu kanallarni aloqa va multimedia to'g'risidagi qonunni buzgan deb topgan. Shundan so'ng Malayziya Oliy sudi Telegramda zararli kontent tarqalishini to'xtatish va shunga o'xshash materiallarni takroran chop etilishini oldini olish maqsadida vaqtincha taqiq qo'llagan. Bernamani yozishicha, bu messenjer platformasi provayderiga nisbatan birinchi shunday chora qaror Telegramning bu kabi kontentlarga oid muammolarni hal etishga keskin rad javoblar bergani ortidan qabul qilingan. Shunga qaramay, Telegramga o'z pozitsiyasini himoya qilish imkoniyatini beriladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Vietnam Texnologiya vazirligi jinoyatga qarshi kurashda hamkorlik qilmagani sababli Telegram ilovasini bloklashni buyurgandi. Politsiya Telegramdagi 9600 ta kanal va guruhlarning 68% qonunni buzganini aniqlagan.